Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlarga men Arman. Men bugun qishloq topish va Minecraftga server ochishni o'rataman. Men bu Minecraftda hamma Minecraftga o'xshaydi. Men hozir sizlarga avul ochishni o'rataman. Mana set degan joyga qaranglar. Set degan advanced deganda bosasizlar, mana new deganda bosasizlar. Odan keyin advanced deganda bosasiz. Set degan yerga me deysizlar do'stlar. Shunda to'ppa to'g'ringizdan bitta mana shunday avul chiqadi. Va bu hammasi emas. Endi chiqib yana sizlarga ikkinchi avulni ko'rsataman. Va oldin mana shuni va qaytadan advanced degan yerga set degan joyga yazamiz Herosant mana yozildi va bizlar mana bu yerdan yuraveramiz. Mana shu yerda mana shunday qishloq bor. Mana shunday qishloq bor va endi bu oxiri emas. Mana yana sizlarga qishloqlar bor. Bu hamma Minecraftda o'xshaydi. Endi mana shu yerga qaytadan set degan joyga yozasizlar. Deb mana qishloq. Mana bu ulkan qishloq. Ikkita kuznicasi bor. Mana Kambotning uyi bu. Mana mana shunday qishloq. Va men sizlarga yana bitta zat ko'rsatmoqchiman. Bu mana set degan joyga 111 desangda chiqadi. Mana shunday mana ikkita piramida chiqadi. Ikkita piramida. Ikkalasini da kirsanglar bo'ladi. Sizlarga o'zingiz bilasiz. Va 999 degan avulda hamma biladi. Shuning uchun 13 deysizlar. Yo'qda yozdim. Mana shular yuraverasizlar. 12 do'stlar, naqadki yuraverasizlar. Chiqadi, biroq u uzun bo'lgani uchun men u yoqqa borib o'tirishni xohlamayman. Va vaqtni ham tejash kerak-da. Keyingisi esa mana bunday bo'ladi. Mose do'stlar, meni Mose deganda bunday kishilar chiqadi. Mana do'stlar, sizlarga nima degan ulkan qishloq. Do'stlar, videoga like bosib, kommentariy yozishni unutmanglar. Va men sizlarga aytgan edim. Oldingi videolarda server qo'shishni uyratib o'taman degan edimda. Uyrataman. Mana new degan joyga bosasiz va advanced degan yana bosasiz va plus bilan o'ngga qaratatunda 1 bosasiz. Advanced deganning qarshisida plus deganda 1 bosasizlar. Shu nima degan joyga server deb yozasiz. Server va yerga server if noma degan joyga nima hozir mana va tochka deysizlar. Tochka bu o'tir deb o'ylab qolmang. Va craft deb yozasizlar.
foto va u yer deyorasizlar do'stlar. Va bu yerga 32 ni bedwars qilasizlar. Bedwars qilsangiz ham bo'ladi. Men bedwars 36 bo'lsa bedwars server bo'ladi. Va mana Create World deb bosasizlar mana. Va endi bu medan chiqib ketasizlar va ozgina kutib tursanglar mana server mana va ochgan yerda o'zib tursang bo'ladi va bizlarda server tayyor. Mana bu bedwars server mana bitta kutasizlar bo'ldi. Bu bedwars server. Men buni nimaga ko'rsatayotganimni sizlar bilsanglar, короче. Men bu serverda yig'layotganim yo'q, ataylabdan serverga masalan oltining o'rnida 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gachagan o'zingiz xohlagan narsalaringizni yashasanglar bo'ladi. Sizlar videoga like bosib, kommentariy yozishni unutmanglar. Xo'sh, sog' salomat bo'linglar.